22 yoshimda naqd 3 ta yigit bilan gaplashdim va hozir sizlar bilan ikkinchi qismini, ya'ni davomini ko'rib chiqamiz. Chunki bir kunga qolmasdan prosmotrlarni, odzivlarni, kommentariylarni bang'illatib yubordinglar. Endi oxirigacha gapirib bermasam bo'lmaydi sizlarga. Kстати, birinchi qismi уже lentamda. Обязательно to'liq tushunib olish uchun ko'rib chiqing va menga obuna bo'ling, chunki bu yerda barchasi munosabatlar haqida. Xullas, mana женатый бывшийim, ya'ni uylangan бывшийim, оказывается, прикиньте, xotini 2 qat bo'lgan ekan. Men uni keyin bilyapman, уже tug'ish sroki yaqin bo'lyapti. И uni oldiga ketyapti, короче. И men uni полностью unutish uchun narsiz бывшийim qaytyapti. Meni qaytarish uchun harakatlar qilyapti, xohlaganimni olib beryapti. Qimmat-qimmat shoppinglarga olib boryapti. Nima desam, xullas qilyapti-da. Prям meni qaytarib olish uchun. Bu narsistlarni просто ulovkasi o'rtoqlar. Sizlarni o'ljasiga tushirib olgandan keyin, o'lja sifatida уже erishib olgandan keyin yana o'zini tortishni boshlaydi. Bu haqida ham hali gaplashamiz. Короче, harakat qilyapti, hamma narsa olib beryapti, har xil joylarga olib boryapti har kuni. Ammo как бы menga plyus. Men o'yladimki, u bilan gaplashsam, tipa, ani buvshim, uylangan buvshim tezroq unutaman deb. Haqiqatan ham shunaqa bo'ldi. Просто pofik bo'lib qoldi menga. Nima qilyapti u, qayerda u? Прикиньте, men o'sha payt bilganman, erkaklar qanchalik, ba'zi erkaklar qanchalik xohlagancha yolg'on gapirishini, ishontirib qo'yishini yolg'oniga. Bo'lmasam, vijdoni bor erkak menimcha 2 qat xotinini anta qo'yib qo'yib, boshqasi bilan gaplashmaydi. O'zinglar tushunib oldinglar. Вот, keyin narsiz buvshim bilan gaplashyapman, va'dalar beryapti, senga uylanaman, boshqa qilaman, sensiz yashay olmayman, o'laman, kuyaman deb. Xullas, ham bo'pti dedim. Va uni buvshimni yo'qotib yubordim, o'zini xotini bilan yashab ketdi. Xullas, u yog'iga ishim bo'lmadi. Men to'g'risi qaytishga harakatlar qildi. No, baribir to'lq yo'q edi, chunki menda prinsip bor, uylangan erkak bilan gaplashmayman. Chunki solidarность juda ham kuchli menda. Kстати, losyon so'raysizlar bilaman. Cherryli, mana profilim shapkasida ссылкада bor, обязательно olib olinglar. Xullas, hammasi yaxshi bo'lyapti narsiz bilan. Men unga yana ishonyapman, yana o'shani va'dalariga uchyapman. Ko'zim ochilmagan 22 yoshgacha вообще отношения qilish tavsiya qilmayman. Особенно mendagi серьезный отношения qurmoqchi bo'lsanglar va maqsadinglar oila bo'lsa, juda ham yolg'onlarga uchadigan bo'lasizlar-da. Hali bu haqida ham gapiraman, обязательно obuna bo'ling, keyingi videoda chiqadi. Xullas, ulovkasiga tushdim, mana uni qarmog'iga ilindim. Bir oycha yaxshi gaplashdik. Bir oycha hammasi zo'r bo'ldi, shokoladi bo'ldi. Men uni o'zgargan deb o'yladim. No, keyin yana o'zgarishni boshladi. Yana o'sha oldingi holatiga qaytishni boshladi va nimalar bo'lganini keyingi reelsda aytib beraman. Sizlarga обязательно obuna bo'ling. Mana shu narsizm haqida обязательно zo'r bilib olishinglar kerak, chunki ko'p yigitlar aynan shunaqa. Keyingi reelsda давайте uylangan erkakni qanday aniqlash mumkinligi haqida 3 ta konkret sizga belgi beraman va siz bundan ajratib olasiz. Chunki menda уже опыт bor, как бы, sizlarga aniq ayta olaman, uylanganmi yo'qmi.